Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Ko'chaboshi mahallasiga ikkita eshak yo'l o'rnatdik. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Video ko'rishdan oldin sizlar bitta like bosib, fikringizni izohda yozib ketaverasiz. Razmerlarimiz 92-25 eshik, ikkita bir xil, bitta o'ng, bitta chapga ochiladigan eshiklarimiz klublarimizdan qimmat holatda bo'ldi. Mana go'zal holda chiqqan ishlar. O'zi bitta barmoq yetadi ochilib olishiga, oshirmochlarni ustidan qo'yganmiz. Naqshlari o'zgacha olam. O'zimizning trenddagi fasonimiz doimo ko'p shundan qilamiz. O'zingizlar ko'rib kuzatib yurgan bo'lsanglar bilasizlar. Bitta kalonlarni qilib berganmiz, nalishliklari. Akalarimiz ertadan tushuntirib o'tamiz. Sizlarga eshiklarni hisob-kitob qilib berayotganda, o'sha oldin nanishligi bilan aytamiz narxini. O'shandan hisob-kitob ichida bo'lib ketaveradi. Orqasidan alohida kelishiladi. Hozir orqasini ko'rsatib o'tamiz. Taborlari bilan bo'lgan. Bu eshigimiz mana go'zal holatda. Bitta barmoq ochilib oladigan bo'ldi. Quluplarimiz 5 tadan, qimmat qulupdan yaxshi holatda tiroladi qilib beramiz. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Ziboskan tumani Magirda qilamiz. Bu ishlarimiz mana daborlar bilan bo'ldi. Akamiz daborlari bilan qilib bering dedi. Shunga daborlarni ham qilib ko'rdik. Chiroyli holatda chiqdi. Qalandagi 1.8 ga chiqqanda bor. Akamiz o'zi Gollandiya ishlar ekan, Instagramdan ko'rib, bizga taklifini bergan. O'shunga qarab kelib, razmerlarni olib, hisob-kitob qilib berdik. Ma'qul kelgandan keyin kelib razmerlarni o'zimiz olib ketganmiz. Chiroyli holatda mana tushdi. Go'zal holatda o'rnatib berdik. Sizlarga ham shunaqa eshiklar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Telegram, WhatsApp, imolarimiz bor. Aynalari germetika bo'lgan. Quluplarimiz qimmat qulup mana. Ko'raverasizlar. Eshikning holatlari mana. Qalinligi 4,5, oxiri qolgan bo'lsa 4 tur qolishi mumkin. Shelpovkada bitak 4,5 ga o'tkazamiz. Resmisda. Akalarimiz kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Telegram WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Vaqtga qarab inshaalloh narxlarni kelishgan holatda qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavka uстановkalari ichida bo'ladi. Baholariga dastavkalari kelishgan holatda qilib beriladi. Ishlarimizni qilyapmiz. Like bosishdan chiqmasin. Tupga qoldi. Qo'yaveraymi?